Bolaga ona tilida gaplashishning foydasi. Bugun dunyoda 7000 dan ortiq til mavjud. Ammo UNESCO ma'lumotiga ko'ra, har 2 haftada bitta til yo'qoladi. Bu shunchaki so'zlardan ayrilish emas. Bu millat xotirasi, madaniyati va tafakkuridan ayrilish demakdir. Globalizatsiya kuchaygan sari ota-onalar farzandlari bilan inglizcha yoki ruscha gaplashishni rivojlanish belgisi deb bilishmoqda. Ammo bu tanlov bolaning ruhiy va intellektual rivojiga qanday ta'sir qiladi? Misol, bir oila farzandini faqat inglizcha gapirtirib o'stirgan bola inglizcha so'zlarni bilar, lekin o'z his-tuyg'ularini ifoda eta olmasdi. Ota-onasidan ajralib qolganini his qilardi, chunki u ona tili orqali shakllanadigan hissiy aloqa poydevoridan bebahra edi. Ilmiy tadqiqotlar ham buni tasdiqlaydi. Massachusetts Institute of Technology (MIT) olimlarining neyropsixologik tadqiqotlariga ko'ra, bolaning miyasini til bilan bog'liq markazlari aynan ona tilida shakllanadi. Bu esa uning tafakkur, diqqat va xotira rivojiga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli ona tilini yaxshi o'zlashtirgan bola boshqa tillarni ham osonroq o'rganadi, chunki u fikrlashning asosini egallagan bo'ladi. Yaponiyada o'tkazilgan yana bir tajribada esa o'z ona tilida muntazam muloqot qiladigan bolalar tilni aralashtirib gaplashadigan tengdoshlariga qaraganda 40% tezroq o'qishni o'rganishlari aniqlandi. Xo'sh, shunday bo'lsa, ota-onaning farzand bilan o'z ona tilida gaplashishi faqat tilni saqlash uchun emas, balki bolaning miyasi va ruhiyatiga sog'lom poydevor yaratish degani emasmi? Bu savolni bugun mutaxassislarimiz bilan birga tahlil qilamiz. Bugungi globallashuv davrida atrofimizdagi insonlar, atrofimizdagi do'st birodarlarimiz hammasi turli xil tillarda, ya'ni rus, ingliz, koreys va hokazo boshqa tillarda gaplashishni urf qilib oldilar. Bu albatta bizni yonimizda o'sib kelayotgan farzandimizni, yosh avlodni bevosita o'z ona tilida gapirishga salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Bugungi kunda mana shu bolajonlarimiz o'z ona tilida gapirsa, ularda tafakkuri, ularni ongini rivojlantirishga xizmat qiladi. Xo'sh, bolalarni ona tilida gaplashishga o'rgatish naqadar muhim? Bu savolga biz sizlar bilan bugun javob topamiz. Agar bola o'z ona tilida ravon so'zlashsa, u tezroq mustaqil fikrlaydigan, o'zini erkin ifoda eta oladigan, ichki imkoniyatlarini, ichki qobiliyatlarini namoyish eta oladigan darajada rivojlanadi. Agar biz bolajonlarimizga o'sha birinchi navbatda tilni o'rgansin, boshqa tilda mukammal so'zlashsin deb murojaat qiladigan bo'lsak, unga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bunda bolajonlarimiz o'zini erkin namoyon eta olmaydi, o'zini mustaqil fikrini tengdoshlariga va kattalarga namoyish qila olmaydi. Agar biz bolajonlarimizga har kuni e'tibor qaratib, birinchi navbatda mana hozir ota-onalarimizga qaraydigan bo'lsak, 3-4 yoshdagi farzandlarini ham maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yoki umuman oilada tarbiyalanayotgan bo'lsa ham, birinchi navbatda ikkinchi xorijiy tilni o'rgatishga ko'proq e'tiborni qaratyaptilar. Bolajonimiz o'zi 3 yoshda, 4 yoshda o'zi ayrim bolajonlarimiz ilk so'zlarini ona tilida to'g'ri talaffuz eta olmaydilar. Bu albatta kelajakda bolajonlarimizni mana shu o'z ona tilini unutishga, o'zligini unutishga, o'zini milliy urf-odatlarini anglay olmaslikka ta'sirini o'tkazadi. Agar biz bugun bolajonlarimizga o'z ona tilimizda murojaat qilsak, ona tilida so'zlashsak, ularni har bir savoliga ota-ona sifatida to'g'ri yondashgan holda javob bera olsak, e'tibor qarata olsak, albatta kelajakda bizning bolajonlarimiz yetuk shaxslar bo'lib yetishadi. Milliy telekanallarda multfilmlar namoyishini qo'yib beraylik. Chunki bolajonlarimiz bugun ko'proq ota-onalarimiz chet tillarda, xorijiy tillarda multfilmlar namoyishini ko'rsatishga harakat qilishyapti-da. Bu albatta agar bola birinchi navbatda o'zini ona tilini bilmaydigan bo'lsa, bu kelajakda ikkinchi xorijiy til yoki uchinchi va hokazo chet tillarida so'zlashishga qiynaladi. Sizlarga mutaxassis sifatida tavsiya qilamiz. Mana shu farzandlarimizni kelajakda yaxshi rivojlanishi uchun, so'z boyligini oshirish uchun, lug'at boyligini yanada rivojlantirish uchun har kuni ona tilida ular bilan suhbatlashaylik. Undan savollar bilan murojaat qilaylik, javobini eshitishga o'rganaylik. Bolalar ko'proq savollar bersa, ota-onalarimiz unga javob qaytarishni xohlashmaydi. Shunday ekan, hurmatli ota-onalar, ular bilan ko'proq muloqotda bo'laylik. Maqollar, tezaytishlar, rivoyatlar, hikoyalar aytib beraylik. Kelinglar ota-onalar, bugun biz farzandlarimizni kelajagiga befarq bo'lmaylik.